Oddiy ORVni pnevmoniyaga aylantirishni eng oson usullarni o'rgataman. Birinchidan, bolangizni issiq kiyintirib, derazalaringizni bekitib, xona haroratini maksimal darajada isiting. Ikkinchidan, bolangizga yotoq rejimini ta'minlab bering. Bolangiz qanchalik ko'p vaqtini gorizontal holatda o'tkazsa, nafas yo'llaridagi balg'am ham o'zini shunchalik yaxshi his qiladi va nafas yo'llarida uzoqroq vaqt qoladi. Bolaga iloji boricha kamroq suv ichiring, chunki suvsizlangan organizmda balg'am ham quyuqlashib, nafas yo'llarida qolishi osonlashadi. Bolani nafas yo'llarini yana ham quritish uchun uyda pechkalaringizni ham yoqib qo'ying. Va eng asosiy punkt волшебная tabletka. Yo'talga qarshi preparatlarni iloji boricha 2-3 mahal berib turasiz. Natijada balg'ami ko'payib, suyuqlashib, nafas yo'llarida qolib ketadi va bu qolib ketgan, ko'payib ketgan balg'amga ikkilamchi infeksiya o'tirishini hisobiga farzandingizda pnevmoniya yuzaga keladi. Oyijonlar, albatta men bu videoni kinoya tarzida oldim. Agar siz ham farzandingiz endi yo'talishni boshlaganda uni qanaqa qilib to'g'ri davolashni bilishni xohlasangiz, men bu mavzuda maxsus qo'llanma tayyorlaganman. Izohlarda ORV so'zini yozib qoldiring va bu qo'llanma haqida hamma ma'lumotni sizga yuboraman.